Agrobiznesni qishloq hududlarida rivojlantirish. 5-film. Intensiv bog'dorchilik. Ushbu seriyada qahramonlarimiz Agrobek, Mahsulotxon va Hududboy o'z yerlarida mevali bog'lar yaratishni o'rganishga qaror qilishdi. Lekin bobo-buvilari davridagidek baland daraxtli soya salqin bog'larni emas, balki hozirgi serhosil va serdaromad intensiv bog'larni. Yaqinda O'zbekistonda 200 ming gektardan ziyod yer bog' uchun ajratilganidan xabar topdim. Ammo bular asosan eski tipdagi bog'lar. Ulardagi daraxtlar katta, ammo kam hosil beradi. Hosilni yig'ib olish ancha qiyin. Shox-shabbalari balandda joylashgan bo'ladi. Mevalar pishganda pastga tushib zaxa bo'ladi va tez buziladi. Bunday bog'lar jiddiy islohotga muhtoj. Ularda agrobiznes uchun yaxshigina imkoniyatlar bor. Aynan shu bois men mana shu yo'nalishni o'rganmoqchiman. Bog'dorchilikda agrobiznesni boshlash va xatolarga yo'l qo'yib, yiqilmasligi uchun qahramonlarimiz tajribali, usta Shuhratdan maslahat so'rashdi. U zamonaviy intensiv bog'dorchilik bilan 20 yildan oshiq shug'ullanib kelmoqda. Intensiv bog' bu daraxtlar zichligi yuqori bo'lgan maydon. 1 gektarda taxminan 2500 tup pakana olma daraxti joylashadi. Nok va boshqa danakli mevalardan esa 1 gektarda 800-1200 ta ko'chat ekiladi. Olma va ayrim serhosil meva turlaridan 2 yildayoq hosil olish imkoniyati mavjud. Intensiv bog'ning umri 15-20 yil atrofida bo'ladi. So'ngra daraxtlar olinib, bog' to'liq tekislanadi, tuproq qayta tiklanadi va yangi ko'chatlar o'tkaziladi. Mahsulotxon intensiv bog'dorchilik uchun 50 sotiq yer maydoni ajratdi va uning har bir sotiqidan unumli foydalanishi muhim. Yeringiz sifatli, unumdor ekan singlim, quyosh yaxshi tushar ekan. Lekin uchastkangiz kichik bo'lgani uchun intensiv usulda zichlashtirib ekishni tavsiya qilaman. Intensiv qilib ekish uchun pakana payvandtaglarda olma ko'chati eng mos hisoblanadi. Pakana olmalarini o'stirish uchun tuproq sifatli bo'lishi hamda sug'orish har kuni amalga oshirilishi kerak. To'g'ri ekilgan, yaxshi parvarish qilingan taqdirda har bir tup taxminan 20 kilogramdan hosil berishi mumkin. Bu yerda shunday daraxtlardan qancha eksa bo'ladi? Tomorqangizda 1250 ta pakana olma daraxti eksa bo'ladi. Qatordagi har bir daraxt orasidagi masofa kamida 1 metr, daraxt qatorlari orasidagi masofa esa 4 metr bo'lishi kerak. Shunda siz barcha muhim agrotexnik tadbirlarni, shu jumladan kichik hajmli qishloq xo'jaligi texnikasi yordamida amalga oshirishingiz qulay bo'ladi. Qoyil, bu men tasavvur qilgandan ancha ko'p. Pakana olma daraxtlari yaxshi o'rnashib olishi va mo'l hosil berishi uchun eng avvalo muhim qoidalarga rioya qilish zarur. Yetishtirish oson va tanlangan joyda eng sifatli yetishtirish mumkin bo'lgan navni tuman yoki viloyatingizdagi mavjud intensiv bog'lariga borib aniqlash kerak. Navlarni tanlashda bozor talabini o'rganish juda muhim hisoblanadi. Meva navlarini to'g'ri tanlash bog'ni kelajakda foydali bo'lishini ta'minlaydi. Joy tanlash va tuproqni tayyorlash. Birinchi qadam yerni to'g'ri tayyorlash, maydonni tozalash, tuproqni tahlil qilish va o'g'itlar yordamida yaxshilash. Tuproq unumdor, havo o'tkazuvchan bo'lishi zarur. Yorug'lik yaxshi tushadigan va yer osti suvlari sathi 1,5-2 metrdan past bo'lgan joylarni tanlash muhim. Meva daraxtlarini kuz yoki erta bahorda ekish maqsadga muvofiqdir. Erta ekilgan ko'chatlar birinchi yilda yaxshi rivojlanadi, ikkinchi yilda ko'proq hosil beradi va mevalari yirik bo'ladi. Ekish sxemasi. Bog' barpo etishda eng maqbul ekish sxemasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bog'ning zichligi, ya'ni har bir sotiq va har bir gektarga ekilgan daraxtlarning umumiy soni shunga bog'liq. Simbag'az sxemasi. Pakana daraxtlar. Yirik meva beradigan va tayanch talab qiladigan pakana daraxtlar sim yoki yog'och bag'azlar bo'ylab o'stiriladi. Qatorlar orasidagi masofa 4 metr, qatordagi daraxtlar orasidagi masofa 1 metr. Erkin ekish sxemasi. Yarim pakana va danakli mevalar. O'rta bo'yli va yarim pakana daraxtlar uchun qatorlar orasidagi masofa 4,5-5 metr. Qatordagi daraxtlar orasidagi masofa 2,5-3 metr. Texnika qancha yirik bo'lsa, qatorlar orasi shuncha keng bo'lish kerak degan noto'g'ri tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki bog' 15-20 yilni reja qilib tashkil etiladi. Agar mavjud texnika katta bo'lsa, uni kichikrog'iga almashtirish tavsiya etiladi. Sug'orish va qo'shimcha oziqlantirish.
Pakana va yarim pakana hamda tez o'sar daraxtlarni har kuni tomchilatish orqali sug'orish eng maqbul hisoblanadi. Chunki ular tuproqdagi namlikni eng maqbul holda bo'lishini talab etadi. Tomchilatib sug'orish tizimi orqali mevali daraxtlarga mineral o'g'itlarni berish samarali va qulaydir. Diqqat! Kesish. Muntazam ravishda kesib turish hisobiga shox-shabba to'g'ri shakllanadi. Dastlabki kesish uchun mutaxassisni taklif qilgan ma'qul. Shox-shabbani to'g'ri shakllantirish kerakli yorug'lik, havo aylanishi va yetarli darajadagi fotosintezni ta'minlaydi. Bu esa hosildorlik va uning barqarorligini oshirishga yordam beradi. Kasallik va zararkunandalar. Barcha mevali daraxtlar turli kasallik va hasharotlar bilan zararlanadi. Zararkunandalarga qarshi kurashishda insektitsidlar, zamburug'li kasalliklarga qarshi kurashishda esa fungitsidlar yordam beradi. Endi esa Boy hudud agro-kooperativi maydoniga o'tamiz. Hududboy va uning hamqishloqlari o'zlarining agro-kooperativi doirasida 4 gektar maydonda bog' barpo etib, o'z sa'y-harakatlarini birlashtirishga qaror qilishdi. Usta Shuhrat umumiy xo'jalik xarita skemasini ko'zdan kechirdi. Bunday hududda bog' barpo etar ekansiz, avvalo uni sotish yo'llarini yaxshilab o'rganish kerak. Mevalar pishar ekan, ularni birdaniga sotish oson ish emas. Uni qaysi sovuqxonada va qanday saqlashni, qanday holatda sotishni oldindan hisobga olish kerak. Kimga va qachon sotishingizni aniqlamasdan hech qanday mevali bog' barpo etmang. Intensiv bog'da investitsiyalar hajmi va foyda miqdori quyidagi parametrlarga bevosita bog'liq. Siz bog' barpo etishni rejalashtirayotgan hudud. Chunki tuproq iqlim xususiyatlari qanday agrotexnik ishlarni bajarishga to'g'ri kelishiga, bu yerda qaysi ekin turlari sifatli va raqobatbardosh bo'lishiga, qachon va qanday hosil berishi mumkinligiga ta'sir ko'rsatadi. Tuproq. Tuproqning sifati muhim omil bo'lib, sifati past tuproqning unumdorligini tiklash mumkin va uni saqlab qolish uchun ko'proq kompost yoki chirigan go'ng berishga to'g'ri keladi. Bog'ni himoyalash. Xarajatlarga daraxtlarning shox-shabbalari ustiga do'lga va olma mevalarni quyosh urishiga qarshi maxsus to'rlar o'rnatishni ham kiritish kerak. Bahorgi va qishki sovuqlardan mevali daraxtlarni himoya qilishning eng arzon va to'g'ri yo'li bu chidamli navlar yoki meva turlari bilan ishlash hisoblanadi. Faoliyat turini ham oldindan belgilab qo'yish muhim ahamiyatga ega. Qo'l meva yetishtirib sotmoqchimisiz yoki ulardan sharbatlar, murabbolar tayyorlashni rejalashtiryapsizmi? Sizning bozoringiz mahalliy hududmi yoki xorijiy davlatlarga eksport qilishni maqsad qilganmisiz? U yoki bu sarmoya, jumladan aynan qaysi ekinni va qanday navlarni tanlashingiz shularning barchasiga bog'liq. Texnologiya va texnika. Sarmoyangiz miqdoriga siz tanlagan sug'orish va o'simliklarni parvarish qilish texnologiyalari ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, yerga va daraxtlarga ishlov berish, hosilni yig'ib olish uchun qishloq xo'jaligi texnikalarini ham sotib olishni rejaga kiriting. Yana usta Shuhrat tajribali agronom maslahatchi yollashni xarajatlarga qo'shishni tavsiya qildi. Chunki intensiv bog' chuqur agrotexnik bilimlarni talab qiladigan jarayondir. Dastlabki 2-3 yilda ko'chatlar hali nimjon bo'lib, alohida parvarish va yondashuvni talab qiladi. Endi esa Agrobekning ishlari qanday ketayotgani bilan qiziqib ko'ramiz. U intensiv bog' uchun 1 gektar yerni ijaraga olishga qaror qildi. Ammo tajriba orttirgandan so'ng maydonni kengaytirishni reja qildi. Usta Shuhrat bilan suhbatdan u sifatli ko'chatni sotib olish juda muhimligini tushundi. Maxsus ko'chatxonalarda yetishtiriladigan ko'chatlar O'zbekiston sharoitiga moslashtiriladi. Bu esa muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir. Sifatsiz ko'chatlar issiqqa yoki sovuqqa chidamsiz bo'ladi. Kasalliklarga tez chalinadi. Mevasining mazasi ham ko'ngildagidek bo'lmaydi. Yana bir muhim jihat, daraxtlarning hosildorligi past bo'ladi. Bu esa biznesni zararga yetaklashi turgan gap. Usta Shuhratning aytishicha, intensiv bog'dorchilikda chidamli va serhosil navlarni yetishtirish uchun maxsus kasalliklarga chidamli nav va payvandtaglardan foydalaniladi. Payvandtag sinchiklab tanlangan pakana, yarim pakana yoki tez o'sar ildiz bo'lib, meva navlari payvand ustlardan mo'l hosil olish, kasalliklarga chidamlilik, iqlim va tuproq sharoitlariga moslashish uchun unga oliy navli payvand ust ulanadi. Payvandtagni tanlash daraxtning aynan qachon hosilga kirishiga asosiy ta'sir ko'rsatadi. 2-3 yildan keyinmi yoki ancha kechroq. Mana murakkab, ammo agrobiznes uchun qiziqarli va istiqbolli intensiv bog'dorchilik mavzusini ko'rib chiqdik.
Sizga hosilingiz mo'l, xirmoningiz ulkan, daromad va foydangiz yuqori bo'lishini tilab qolamiz.